Assalomu alaykum azizlar. Tarvuz haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Birinchi, tarvuzni ovqatdan 1 soat oldin yoki keyin iste'mol qilish kerak. Ikkinchi, tarvuzni danagi bilan iste'mol qilinishining sababi tarvuz danagida CD haydovchi arginin, fitosterin va boshqalar bor. Uchinchi, tarvuz danagini iste'mol qilganda tarvuz danagi axlat bilan ajralib chiqmasa yoki kam miqdorda ajralib chiqsa, oshqozon ichak tizimi, ayniqsa jigar yaxshi ishlayotganini bildiradi. Yosh bolalarda axlat bilan tarvuz danagi ko'p ajralib chiqishiga sabab ularni jigari katta odamlarnikiga o'xshash yaxshi rivojlanmagan bo'ladi. Shuning uchun yosh bolalarda tarvuz urug'i axlat bilan birga ajralib chiqadi. To'rtinchi, tarvuz organizmda ishqoriy muhit hosil qilgani uchun nafas yo'li kasalliklarida balg'am ko'chirish uchun tavsiya qilinadi. Beshinchi, oksalat, urat tuzli siydik yo'li tosh kasalligida tarvuzni urug'i bilan iste'mol qilinishining sababi tarvuz urug'ining tarkibida fitosterinlar bor. Yana tarvuz organizmda ishqoriy muhitni hosil qiladi. Oltinchi, tarvuzni fosfat kalsiylik siydik yo'li tosh kasalligida iste'mol qilinsa, toshni razmerini kattalashtirish ehtimoli bor. Siydik yo'lidagi fosfat kalsiylik toshlar organizmda ishqoriy muhit oshishi hisobiga kelib chiqadi. Tarvuz organizmda ishqoriy muhitni hosil qiladi. Yettinchi, tarvuz CD haydagani uchun isitma ko'tarilganda temperaturani tushirish uchun podagra kasalliklarida tavsiya qilinadi. Sakkizinchi, tarvuz ona sutini ko'paytirib berishi hisobiga chaqaloq yaxshi o'sadi. Sababi tarvuz uning urug'ining tarkibida mikro va makro elementlar, vitaminlar va boshqalar ko'p hisoblanadi. Ayniqsa organizm uchun foydali bo'lgan almashtirib bo'lmaydigan aminokislotalar 583 mg% tashkil qiladi.